Frozen bu oddiy multfilm emas, siz bilmagan faktlarni aytaman. Aslida Elza va Annaning obrazi Kristian Andersenning mashhur Snezhnaya koroleva ertagidan ilhomlangan. Lekin dastlab Elza personaji yovuz qahramon bo'lishi kerak edi. Qo'shiqchilar Kristian Andersen Lopez va Robert Lopez Lerigo qo'shig'ini yozib berganida, qo'shiqning mazmuni va ohangi mutlaqo boshqacha ruhni berdi. U yovuzlik haqida emas, balki o'zini topish, erkin bo'lish va ichki kuchini qabul qilish haqida edi. Natijada Disney rejissyorlari bu qo'shiqdan ilhomlanib, butun syujetni o'zgartirishga majbur bo'lishdi. Shuning uchun ham Elza oxir-oqibat yovuz emas, balki filmning markazidagi murakkab va ijobiyroq qahramonga aylandi. Frozendagi Olaf personaji aslida oddiy kulgili qahramon emas. U Annaning va Elzaning bolalik xotiralaridan yaratilgan mehr va soddalik ramzi. Kristof xarakteri ham o'ziga xos. U Disneydagi birinchi qahramonlardan bo'lib, hayvonlar tomonidan tarbiyalangan odam sifatida tasvirlangan. Frozen 2013-yilda chiqqach, tarixdagi eng ko'p daromad keltirgan animatsion filmga aylandi va 1.2 milliard dollardan ortiq kassa ishladi. Demak, Frozen nafaqat sehrli multfilm, balki juda katta tarixga ega asar. Qaysi fakt sizni hayratda qoldirdi? Kommentariyada yozib qoldiring.